Assalamu alaikum aziz halkım. Ben Uygur kızı Kasımova Hülya, 13 yaş. Ben Bişkek'tin Ayçirak Liseyi'nin 7. sınıfta okuyman. Ben resim çizishni yaxshi ko'raman. Bugun sizlarga chizgan resimlarimni taqdim qilmoqchiman. Bu resimda Uyg'urlarning sopol buyumlarini chizdim. Sopolchilik Uyg'ur an'anaviy hunar san'atining bir turi. Uyg'ur sopol buyumlarini laydan yasadik. Ularning ichida adduva, chilapcha, qo'za, china tabaqlar alaydu o'rinda turadi. Men Uyg'ur bo'lganimdan faxrlanaman. Yashasin Uyg'urlar, vatanimiz azod bo'lgan.